Cenab-ı Resulullah'ın bu dünyadaki ahirgi sözleri Usikum bis-salah, usikum bis-salah, usikum bis-salah. Namazga ehtiyot bo'ling, namazga ehtiyot bo'ling, namazga ehtiyot bo'ling. Ummetim, ummetim deb Cenab-ı Resulullah ahirgi nefeste, ahirgi dakikalarda ummetim deb amaneti topşirdiler. İnna lillahi ve inna ilayhi raciun. Biz Allah'nikimiz ve Allah'a qaytguvchimiz. Peygamberimizni vafotlari münasebeti bilen ko'p sahobalar musibatga botishdi. Bir xillari tildan qolganligi, bir xillari oyoqsiz bo'lib qolganligi, bir xillari eslarini yo'qotib hushsiz bo'lib yerga yiqilganliklari. Shunda Abu Bakr Siddiqning shijoatlari sezilgan ekan.